Hammaga assalom do'stlar. Sizlar Zey Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi bizlarning videomizda Dream League Soccer 2026 o'yinida bugun bizlar bilan DLC 26dagi yangi qo'shilgan yashil kartali futbolchilar haqida gaplashamiz. Xo'sh do'stlar, videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Biz esa videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, videoni boshidan aytib o'tib ketdik. Videoga like bosib, Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimizda DLC olamidagi barcha yangiliklarni Telegram kanalida ulashaman. Shuning uchun ham Telegram kanalining silkasini esa kommentariyadan topasizlar do'stlar. O'zim pin qilib qo'yaman. Xo'sh do'stlar, yashil kartali futbolchilarni ko'rib turibsizlar. Почти hammaga kelgan 11 ta ajoyib bo'lgan futbolchilar. Xo'sh, ko'rib turganingizdek bu yerda Donnarumma, Mendes hammasi oddiy kartasidan farqli o'laroq yaxshiroq qilsa bo'ladi do'stlar. Ko'rib turibsizlar mana Yamal, Harry Kane. Oldingi videolarimni ikkita video chiqardim o'sha bu haqida. O'sha bu uchinchi video do'stlar. Bu ya'ni so'nggi почти video shu haqida. Xo'sh, buni maqsad nima do'stlar? Bu videoni chiqarayotgan maqsadim bularni do'stlar tez va oson olishni yo'lini sizlarga hozir o'rgatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, hozir menda 15 soat ko'rsatyapti. Sizlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, kelib bo'lgan bo'lishi mumkin, 2 soat, 3 soat qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham shu narsani inobatga olib qo'yinglar. Yashil kartali futbolchilarni, ya'ni zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, Time of 2025 Nev karta deydigan bo'lsak ham juda ham yaxshi futbolchilar. Tan olish kerak. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa ko'p kuttirib yubordim sizlarni qanday tez olish yo'lini. Time of 2025 tepasida 10% deb yozib qo'ygan, ya'ni bularni do'stlar biz agentga ochamiz. Xo'p, o'shani tepasida yozib qo'ygan, mana Time of 2025 tepasida inglizchasiga player win 15 ta короче legendarniy agent ochasizlar. 15 tada ham tushmasa do'stlar, 16-da 100% tushadi. DLC-ni o'zi garantiya beradi shu narsaga. Endi do'stlar, Champions League Ronaldo bilan Messini ham imkoniyatlar bo'lganlar ekan, Ronaldo bilan Messini olishga почти imkoniyat bo'lmagan, tushirish qiyin bo'lgan, plus uni $45 dan odamlar sotib olgan, $40 deganim. Nu do'stlar, bu yerda Comicsonni yozib qo'ygan, masalan, Rayslar turibdi hozir. Modric, Kantelar kelgan paytida, nu do'stlar, bu futbolchilar bunaqa paytda kelmasligi ham mumkin. Nega kelmasligi mumkin? Chunki Dream League o'zi imkoniyat berib qo'yib bo'ldi, bizga sharoit yaratib berdi bo'ldi. Mana 15 legendarniy agent otasan, bittasi lekin 100% tushadi. Masalan, 15 tani ichida 15 tani otgandan keyin bitta tushadi demayapti davosi. Xo'sh, ularni orasida tushib qolishi mumkin. Balki 5-agentda, balki 1-agentda. Bu endi o'zinglarni omadligiga ham bog'liq. Xo'sh do'stlar, mayli. Eng zo'r maslahatimni beraman sizlarga. Videoga like bosgan bo'lsanglar shartda, mana shuncha mehnat. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa sizlarga zo'r maslahatim beradigan bo'lsam, xo'p. Oxirgi 1 kun qolganda, bu narsa 30 kun davom etadi. Oxirgi 1 kun yoki 2 kun qolganda tanga bilan olmosni bosib yig'asizlar. Endi o'zingizlar masalan yig'sanglar, uzog'i bu yerda sizlar masalan 0 bo'lsa, olmosinglar почти 0 dan hisoblaymiz tanga bilan. Xo'p, где-то 3 ga yig'asizlar. Yaxshi mazza qilib o'ynab, sezon pas ochib, yo'q qilsanglar, 3 ga yig'a olasizlar, 3 ga. 2 ga, shu 3 ga yoki 1,5 ga. Endi u o'zingizga bog'liq shu 30 kun davomida. Yoki shu balki undan ham kamdir. Endi o'yinga bog'liq. Shu uzoq 3 ga yig'asanglar kerak. Paxodim. Sezon pas ochib. Xo'p do'stlar, qaranglar, bu yerda 3 ganing orasida Sabiti keladi. Sabiti ham примерно 2 ta agent yoki 3 ta agent deylik. Men 3 ta agent yutsanglar ham bu yerda 4 ta bo'ladi. Bu yerda 3 ga bo'ladi. 3 ga olmosga. Xo'p, где-то shu 15 tacha olsanglar bo'ladi. Agar sizlar 0 bo'lsanglar, nu do'stlar, bittasini olsanglar ham sizlarga masalan yaxshida 2 ta, 3 tasini olsanglar, nu 11 ta futbolchini olishga sizlar harakat qilinglar. Qaranglar. Tanga nimaga kerak? Oxirgi kun qolganda do'stlar, sizlarga mana shu mehmonxona sizlarda 5 ta 100 chiqqan bo'lish kerak. 5 ta 100 chiqqan bo'lsa, 64 ta igrokni biz sig'dira olamiz o'zimizning jamoamizga. 64 ta igrokni sig'dira olganimizdan keyin hamma mana shunaqa sariq agentlarni sotib olamiz. Shularga hammasini bosib qo'yamiz zaxira-paxiraga. 12 ta sariq futbolchini sotib olamiz. Yana olib 12 ta zaxira futbolchi bu yerda 2 kun turadi. Muzlab turadi. Bu yerda esa общий 64 ta. O'zi Dream Ligada 200 tadan 350 tagacha futbolchi bor. Endi hammasini aniqini to'shinsini bilmadim. Bu o'zimning taxminim xolos. Tushirish ehtimolinglar yanada ko'payadi shu bilan. Yanada ko'payadi, lekin
Sizlarga eng yaxshi maslahatim shu. Tushunmoqchi bo'lsanglar, mana maslahatimni quloq solib, astoydil harakat qilib qilsanglar, sizlar mehnatingiz ketadi. Bu harakat qilsanglar, Xudo xohlasa tushirasizlar yoki orada do'stlar shunday futbolchilar kelib qolishi ham mumkin. Shu 1K olmosga ochasan, 4 ta sariq yoki 4 ta mana shunday yashil kartali, balki 2 ta kelar, balki bitta kelar. Endi katta ehtimol 4 ta keladi, 4 ta. Bu yerdan 2 ta sariq, 2 ta ko'k kelishi ham mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, qachon nima keladi, hammasini Telegram kanaliga tashab boraman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, barcha DLC yangiliklari bor do'stlar. Xo'sh do'stlar, yana bitta aytadigan gapim, agar sizlarda ko'p o'ynash sharoitingiz bo'lmasa, bizani tanga olmos yig'ish xizmatimizga yozsanglar bo'ladi. Shaxsiy o'zim hech kim yozsanglar tanga olmos yig'ib beramiz. Albatta do'stlar, hamma adminlardan, shu katta youtubermi, katta adminlardanmi, hammasidan halol, tez va arzon bizada. Eng muhimi shu, biz xalqqa o'ylab do'stlar arzon qilib qo'yamiz. Bemalol Telegram hech kim yozsanglar, akkaunt olib tanga olmos yig'ib beramiz va oxirgi kun sizlarga masalan katta abonentskini olsanglar, 50 kunda yig'iladi, 60 kunda yig'iladiganlar ham bor. Orada kirib shu agentlarni ochib chiqsanglar bo'ladi. Vaqt beramiz, bemalol ochib chiqib yo'q chiqsanglar ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, bo'lmasa shu joyda videomiz yakunlanadi. Telegram kanali esa kommentariyadan silkasida bo'ladi. Silkasi kommentariyada bo'ladi. Xullas, kommentariyaga o'tib, silkani bossanglar, shu o'zimni Telegram kanalim chiqib keladi. Hech kim yozsanglar bo'ldi do'stlar, kelishamiz, yig'ib beramiz. Sizlarga eng yaxshi maslahatim shu hozircha. Ochmoqchi bo'lsanglar shunaqa qilganinglar yaxshi. Hamma futbolchini bu yoqda bloklab qo'yib, sariqlanib, bu yoqlarni polni sariq qilib chiqsalaring, bu yoqni ham polni 12 ta futbolchi tiqsanglar, katta ehtimol Xudo xohlasa, astoydil harakat qilsanglar do'stlar, 100% olasizlar, 100%. Endi baribir peshina tenimiz, rizqimizni berguncha olamiz. Nu harakatga bog'liq emas. Xo'sh do'stlar, shu bilan videomiz yakunlanadi. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Oldingi videoda aytgandim sizlarga, 1000 ta like yig'sanglar, Tayson akam bilan qanaqa bo'lmasin bog'lanaman ular bilan va DLC o'ynayman. Men kuchli bo'lishim mumkin ulardan, lekin chiroyli o'yin ko'rsatamiz, balki ular yutarman, balki men yutar. Chiroyli o'yin qilamiz YouTube'ga. Xo'sh do'stlar, joyida yakunlanadi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Like bosish va YouTube kanaliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki bizda yanvar oxirigacha 20 ka bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar.